Toshkent, O'zbekiston poytaxti, Markaziy Osiyodagi eng yirik shahar. Toshkent O'zbekistonning ko'plab shaharlari singari qadimiy shaharlardan biridir. Uning yoshi 2000 yildan oshadi. Yozma manbalarda Toshkent tarixi qadimgi davrlarga borib taqaladi. Bu joy mahalliy talaffuzga ko'ra Choch deb nomlangan. Asosiy shahar Choch, ya'ni Chochkent yoki Shoshkent deb nomlangan. Keyinchalik bu so'zning ma'nosi o'zgargan va Toshkentga aylandi. 6-7 asrlarda Toshkent hududi Choch davlatining tarkibiga kirgan bo'lib, bu yerda turkiy hokimlar yashagan. 713-yilda birinchi arab qo'shinlari Shoshga kirdi. Istilo juda zaif edi va shundan keyin o'nlab yillar davomida Shoshni maliklar boshqargan. Faqat 751-yilda arablar va xitoylar o'rtasidagi katta jangdan so'ng Shoshni egallashga harakat qilgan arablar o'z g'alabasini mustahkamladi. O'sha davrdan Toshkentda bitta noyob yodgorlik, Hazrati Imom maqbarasi saqlanib qolgan. Qoraxoniylar tarkibiga kirgan Choch shahri 10-asrning oxiri, 12-asrning boshlarida butunlay Toshkent nomini olgan. Amir Temur davrida 14-asrning ikkinchi yarmi, 15-asrning boshlari qudratli qal'a, yirik hunarmandchilik, madaniyat va ilm-fan, savdo-tijorat shahri sifatidagi maqomini tiklaydi. 16-asr boshlarida Toshkent Shayboniylar davlati tarkibiga kirgan, so'ng u Buxoro amirligi tarkibiga qo'shib olinadi. Toshkent shahri O'zbekiston tarixidagi 3-poytaxtdir. Shahar tarixi qadimgi davrga borib taqaladi. Poytaxt Toshkent mamlakat hududining shimoli-sharqiy qismida, Qozog'iston bilan chegara yaqin hududda joylashgan. Hozirgi Toshkent shahri bir qator tumanlarga bo'linib, 50 dan ortiq mahalla hamda 424 ta ko'chani o'z ichiga oladi. Toshkentni Mirobod, Mirzo Ulug'bek, Shayxontohur, Uchtepa, Bektemir, Sergeli, Yakkasaroy, Yunusobod, Yashnobod, Yangi Hayot, Chilonzor va Olmazor kabi tumanlar tashkil qiladi. Toshkentda tarixiy yodgorliklar va madaniy obidalar ko'p. Temuriylar davrida tortib Sovet merosigacha barchasini poytaxtdan topishingiz mumkin. Hozirda zaruratga uchragan tarixiy yodgorliklar restavratsiya qilingan va davlat muhofazasiga olingan. Poytaxtda tarixiy obyektlarning aksari Shayboniylar davriga tegishlidir. Jumladan, Ko'kaldosh madrasasi, Qoffol Shoshi maqbarasi, Hazrati Imom arxitektura ansambli, Abul Qosim madrasasi, Barakxon madrasasi, Juma masjidi, Amir Temur muzeyi, Amir Temur xiyoboni, Mustaqillik maydoni, Istiqlol maydoni, Jasorat monumenti, Hasti Imom maydoni, Tilla Shayx masjidi, Xadra maydoni, To'libiy maqbarasi, Sufi ota maqbarasi va Toshkent telemunorasi. Toshkent yangi davrda 1991-yil O'zbekiston mustaqil bo'lgandan so'ng qator o'zgarishlarga uchradi. Toshkent mustaqillikdan keyin ham o'zining ma'muriy markaz maqomini saqlab qoldi. Shahar infratuzilmasi va transport tizimi isloh qilindi. Yangi binolar va madaniy markazlar qurildi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev davrida Toshkent metropoliteni kengayib, Sergeli hamda Qo'yliq liniyalari ishga tushirildi. Hozirda esa yangi Toshkent loyihasi ustida ishlanmoqda. So'nggi yillarda shaharda yangi bog'lar, parklar va jamoat joylari ko'payib bormoqda.